Assalomu alaykum. Mening ismim Lyudovik Baniye. Men fransuzman. Musulmon emasman. Hozirda Hindiston bo'ylab sayohat qilayotganimga 8 oy bo'ldi. Yoshim 18 da. Inshaalloh, agar rozi bo'lsangiz, siz bilan yaqindan suhbatlashish niyatim ham bor. Biroq hozirgi bermoqchi bo'lgan savolim quyidagilardan iborat. Agar adashmayotgan bo'lsam, siz Qur'on suralaridan biridagi oyatda iymon keltirgan mo'min musulmonlarning ashaddiy dushmanlari yahudiylar va majusiylar ekanligi haqida xabar kelgan dedingiz. Ma'lumki hozirda Falastin va Isroil o'rtasida to'qnashuvlar bo'lyapti. Mana shu to'qnashuvlarga yuqoridagi oyatni musulmonlar va yahudiylar bir-birlariga dushmandirlar deya noto'g'ri talqin qilib sharhlanishi sabab bo'lmayotganmikin? Birodarimiz yaxshi bir savol berdi. Qur'oni Karimning Moida surasi 82-oyatidagi Yahudiy va mushriklarning iymon keltirganlarga nisbatan odamlarning eng adovat kuchlisi ekanini topasan. Ulardan iymon keltirganlarga do'stligi yaqinrog'i nasroniylardir deyilgani bo'yicha savol berdi. Qur'ondagi bu oyatdan musulmonlar yahudiylar bilan jang qilishlari kerak degan mazmun chiqadimi? Yo'q, oyatda musulmonlar yahudiylar bilan jang qilishlari kerak deyilmayapti, balki oyatda yahudiylarning iymon keltirganlarga nisbatan odamlarning eng adovat kuchlisi ekanini topasan deyilmoqda. Ular bilan jang qil deyilmayapti. Bu yerda kelajakda yahudiylar mo'minlarga dushmanchilik qilishadi deyilmoqda. Albatta ularning hammasi ham emas, chunki yahudiylarning ko'plari islom dinini qabul qilishgan. Ammo umumiy tarzda olib qaralsa, yahudiylarning musulmonlarga dushmanchilik qilishlarini nasroniylarning mo'minlarga yaqinroq ekanini guvohi bo'lish mumkin. Umumiy tarzda shunday. Bu faktdir. Mazkur oyatda Qur'on yahudiylarni kelajakda musulmonlarning ashaddiy dushmanlaridan biri bo'lishini bashoratini bermoqda. Shu yerda biz falsifikatsion testni qo'llashimiz mumkin. Faraz qilaylik, hozir yahudiylar qavmi jamlanib, Qur'onning soxtaligini isbotlash maqsadida atigi 3-4 yil davomida nasroniylar bilan do'st tutinib, Falastindagi urushni to'xtatamiz deyishlari mumkin. Falastindagi voqealar hammamizga ma'lum. Yahudiylar Gitler tomonidan quvg'inga uchragan. Gitler 6 millionta yahudiyni hibsga olgandi hamda Germaniyadan quvib yuborgandi. Arablar, ya'ni kim falastinliklar, yahudiylarni ahlan va sahlan deya ko'ksilarini keng ochib kutib olishdi. Bir necha yillardan so'ng esa arablar o'z uylaridan quvilishdi. Endi esa tasavvur qiling, biror mehmon uyingizga kelib joylashib oldi-yu, sizni uyingizdan uloqtirdi. So'ng esa siz isyon ko'tarib uyimni tortib oldi deya nola qilayotgan kimsani terrorist deb ataysiz. Bu hodisa mantiqqa zid ekanligini tushunib yetgandirsiz, birodar. Ular qilish kerak bo'lgan ish faqatgina bir necha yilgagina birlashib, muammoni hal qilish. Muammo nimada? Hozirgi kunda Amerika yahudiylar tasarrufida bo'lib, Amerikadagi banklar, pul va hokimiyat bularning barchasi yahudiylar tomonidan boshqariladi. Amerikadagi izlanishlarga ko'ra, biror bir kishi Dovud yulduzi nomli ramzni bosib o'tmaguncha Amerika prezidentligiga da'vogar bo'la olmas ekan. Yahudiylar Amerika aholisining atigi 5% dan ozroq miqdorini tashkil etishadi, ammo shunga qaramasdan Amerikadagi ulkan mamlakatni boshqarib kelishadi. Xo'sh, Amerikani boshqara olishar ekan, nega endi yahudiylar atigi bir necha yilga bitim tuzib, Falastindagi to'qnashuvlarga barham berish olmaydimi? Bir umrga emas, atigi bir necha yilga, 4-5 yilga xolos. Muammo qolmasdi. Demak, biz musulmonlar yahudiylar bilan jang qilish kerak demayotgan ekanmiz. Aksincha, Qur'onda aytiladiki, hatto dushmaningiz tinchlikka yon bossalar, siz ham shunga yon bosing deyilgan. Bu Anfal surasi 61-oyatda keladi. Ammo ular tinchlikka yon bossalar, biz ham shunga yon bosishimiz kerak. Qur'on doimo tinchlik tarafdori. Ammo ular tinchlikni istashmasa, bizga qarshi urush ochsa, biz nima qilishimiz kerak? Islom salomatlik dini. Ammo u oyatda bir ogohlantiruv bor. Bizlar yahudiylardan ehtiyot bo'lishimiz kerakligi va toki ularning o'zlari urush ochmagunlaricha urush ochmasligimiz ogohlantirilgan. Endi Falastinda va dunyoning boshqa joylarida bo'layotgan hodisalarni bir tafakkur qilib ko'ring. Demak, birodarim, tinchlik bo'lishi uchun Qur'on ko'rsatmalariga ergashish kerak ekan. Agar dushman bo'lsa ham sulhga chaqirsa, isloh qilishlikdir. Qur'on yahudiylar dushman bo'lish kerak demayapti, balki dushman bo'ladi demoqda. Umid qilamanki, savolingizga javob bera oldim. Rahmat. Madina Studio TV dunyo bo'ylab qalblarga iymon ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi.
Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.